Yer yuzida eng zaharli ilon qaysi ekanini bilasizmi? Va bu siz o'ylagandek kobra zahri emas. Tushunishni oson qilish uchun ilon zahrining kuchini bitta chaqishda nechta filni o'ldira olishi bilan o'lchab ko'ramiz. 4-o'rinda qirol kobra turadi. Bu dunyodagi eng uzun zaharli ilon bo'lib, uzunligi 5,5 metrgacha yetadi. Eng qo'rqinchlisi, u boshqa ilonlar va hatto yirik pitonlar bilan oziqlanadi. Uning bitta chaqishi esa 2 filni yiqitishga qodir. 3-o'rinda qora mamba turadi. Bu ilon 4 metrgacha o'sadi va dunyodagi eng tajovuzkor ilonlardan biri hisoblanadi. Eng dahshatlisi esa u soatiga 20 kilometr tezlikda harakatlana oladi. Odam esa o'rtacha soatiga 15 kilometr tezlikda yuguradi. Mamba bitta chaqishi bilan 4 ta filni yiqita oladi. Lekin uning o'zi uchun hammasi ko'pincha asalxo'r bilan uchrashgandan keyin tugaydi. 2-o'rinda rif iloni turadi. Uning asosiy xususiyati shundaki, u ochiq dengizda yashaydi. Uning uzunligi esa atigi 80 sm ga yetadi. Lekin uning zahari shu qadar kuchliki, bir yo'la 6 filni yiqita oladi. Eng zaharli ilon esa Makkoye taypani hisoblanadi. Ko'rinishidan bu Avstraliyaning qurg'oqchilik hududlarida yashaydigan oddiy 2 metrli ilon. Lekin uning kuchi sayyoradagi eng zaharli zaharda bo'lib, bitta chaqishi bilan 15 filni yiqitishga qodir. Sizni eng ko'p qaysi ilon qo'rqitdi? Batafsil ma'lumotlar va manbalar Telegram kanalimizda.